Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni ushbu videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan Audience Insight sozlamasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz auditoriyani o'rganib olishimiz uchun Facebook o'zi, Facebook bilan Instagramda qancha o'sha obunachilar bor, qaysi interessdan qancha odam bor, asosan qaysi viloyatlardan Instagram bilan Facebookdan foydalanishadi. Hamma ma'lumotlar o'zi Facebook o'zi Audience Insight'da berib qo'ygan. O'sha sozlamani bugun o'rganib chiqamiz. Qanunda ketdik. Все instrument knopkani bosamiz har doimgidek va pastroqda Audience Insight, ya'ni auditoriyani o'rganish desa ham bo'ladi. Tamam, inglizchani yaxshi bilmayman, to'g'ri talaffuz qildim shekilli menimcha. Tak, hozir Facebook bilan Instagramda 5 million yuzdan 6 milliongacha odam foydalanar ekan Facebookdan. Hozir undan keyin возраст и pol. Bu yerda asosiy auditoriya erkaklar 66% dan yuqori, ayollar 32%. 32,2%, erkaklar 66,8% hisoblanar ekan. Bu yerda asosiy yosh necha desa bo'ladi? 24 dan deylik 44 yoshgacha bo'lgan auditoriya asosiy auditoriya deylik. 18 yoshdan deylik. 18 yoshdan asosiy 44 yoshgacha bo'lgan auditoriya asosiy auditoriya bo'lyapti. Mana bu yerda 45 54 55 64 65 dan yuqori juda ham kam. Tak. Bu yerda gruppalarga bo'lingan 18 24 25 34 35 44. Eng baland asosiy ko'prog'i 25 34 atrofidagi yoshlar. Undan bu Facebook bilan Instagram nimasi statistikasi. Keyin bu yerda hozir Instagram bilan o'sha Facebookda asosiy o'sha foydalanuvchilari Toshkentdan, Samarqanddan, Andijondan, Namangandan, Farg'ona, Buxoro, Nukus, Urganch, Qarshi, Navoiydan ekan. Shart emas. Tak. Endi analiz qilishga kelsak, bu yerdan filtr qilsa bo'ladi. Bu yerga tegish shart emas. Yosh, masalan 18 yoshdan 44 yoshgacha. Уже auditoriyamiz 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan auditoriya bizda 4,5 milliondan 5 million 300 gacha. Ko'rgan bo'lsanglar, mana уже 65 plus bossam уже 6 million, lekin bu yerda 44 yoshgacha bo'lsam, ona katta o'zgarish bo'lmagan. То есть tak, katta o'zgarish bo'lmagan. Asosiy doim Facebook qiynamaslik kerak, keng debman. Tak, masalan, asosiy auditoriyani qilish kerak-da. Masalan, 18 yoshdan plus 65 yoshgacha bo'lsa, Facebook o'zini fokusini 65 yoshga qaratishga ham qaratib qolishi mumkin, 50 yoshga ham. O'shuning uchun biza asosiy keng auditoriya yoqish uchun asosiy auditoriyani bilib olishimiz kerak. O'sha ko'p o'tiradigan. Bizlarda Facebook asosiy auditoriyasi 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan odamlar. Mana hozir bu yerda mana 19 qilsam, mana 18 dan 19 qilsam, mana 557,300 dan 655,600 gacha. Tak, mana hozir bu yerda 24 dan 44 gacha. 2,800,000 dan 3,300 gacha. Eng optimal variant 20 yoshdan 44 yoshgacha belgilangan yoki 18 yosh deylik, 18 yoshdan 44 yoshgacha belgilangan auditoriya hisoblanadi. Asosiy auditoriya shular hisoblanadi. Undan keyin biz interes berib ko'ramiz.
Masalan, biz marketing xizmatlarini sotadigan korxonamiz. Marketing qiziqishiga oid odamlar bizada 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan odamlar orasidan 713.700 dan 839.700 gacha bo'lgan odamlar ekan. Faqat marketingga qiziqadigan odamlar. Keyin marketingga qiziqadigan odamlar ijtimoiy tarmoqlarga ham qiziqish kerak. Sexov. Bu qiziqish qo'shdik, o'zgarmadi. Asosan men botga o'sha qiziqishni berib, ozroq o'sha auditoriyangizni hajmini tushunib olishingiz uchun mana shu sozlama ancha yordam beradi sizlarga. Shu yerdan auditoriyangizni oz-moz bo'lsa ham o'rganish imkoniyati mavjud. Qolgan auditoriyalarni target yoqish orqali o'rganib ketsa bo'ladi. Bu просто это bazaviy ko'rish uchun qancha auditoriyaning hajmi borligi, asosiy yosh qanchaligini ko'rish uchun edi. Botga boshqa nima qo'ysak ham bo'ladi, masalan. Target bormikan? 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan odamlar ichidan targetga qiziqadigan odamlar 1.300.000 dan 1.600.000 gacha ekan. Asosan Toshkentdan, Samarqand, Andijon. Shunaqa auditoriyani oz-moz o'rgansanglar bo'ladi, ya'ni asosiy hajmini o'rganish kerak, lekin bu yerdan asosan o'rganilmaydi. Har doim reklama yoqib bo'lgandan keyin odamlar reaksiyasidan keyin o'sha kommentariyalardan keyin auditoriyaga bo'linib qilingan reklamalardan keyin o'zi eng asosiy auditoriyangiz chiqib qoladi. Masalan, siz ko'proq odamga sotmoqchi, mahsulotingiz qimmat bo'lsa, asosan kattaroq yoshdagi auditoriyaga yoqqaningiz ma'qul. Mahsulotingizni narxi pastroq bo'lsa, yosh auditoriyaga ham yoqib ko'rgan ma'qul. U yog'i testoviy jarayonda bo'lib ketadigan narsa targetda. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimizda reklamalar siyosat qilishni o'rganamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.